Vay obunachilar, sizlar bilan salomlashyapman. Aytmoqchi video boshlanib ketibdi. Men shu o'yinni endi o'ynayapman. Men birinchi bo'lib 0 dan boshlagandim, keyin 2 ga o'tdim. Oxiri bunga o'tdik. Mana shu zo'rda. Lekin xat 100 kerak ekan. Uning uchun sakrab borsa ketadi. Endi shunga kelsak, mana shunaqa bo'lganimizda obunachilar, agar o'ylab qo'yinglar, sizlar meni o'rnimda bo'lganinglarda nima qilgan bo'lardinglar? Topinglar. 3, 2, 1. Chatga yozinglar, bilasizlar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hozir biz shunga o'tib olishimiz kerak. 50 vinston olaman. Keyin bunda olganimizda giper mega bo'lib qoldik. Repeater uchun 10 kerak ekan level. Birinchisida men kuchayib ketdim. Admin oldim ozgina. Admin berdi ozgina de. Onun uchun ko'proq o'ynash kerak. Bir Reddit'da yangi zonaga o'tayotganman. Bu nimalarni to'g'rilashim. Kesin qo'talash. Ben bitirmem bu oyunu. Aytmasizlarmi oldin? Meni boshim aylanib ketdi. İkide sessiz bundan sonra otur. Vay. 100 bin aytganimda kimdan ochamiz? Kaç? Ninja. Adam getir. Vay 30%. Men ikincisiga o'tarlarkan manda shunda. Ungacha kuchayaman. Repeater uchun shuncha kerak. O'zi bosiladi. Ninja. Orqamda ninja o'zini qo'llayapti. Voy, bu qayerdan kelib qoldi? Mana joyini bosish kerak. 5 ga yetkazyapti menga. 5 ga olsa yaxshi bo'ladi. Tezroq boramiz bunaqasiga. Men buni o'tdim bu yerdan, o'tdim. Easy. Qani. Repeat yaptım. Oy. PvP zonada urush bo'ladi. Böyle koyayım. İki kere bir İstanbul'a baktım. Adam easy. Ve 50 bin İstanbul'amız ve sizlerden hayırlı olsun. Hammaga hayır.